Assalomu alaykum aziz do'stlar. Yana bir bor YouTube kanalimizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugun sizlar bilan yaqinda Furqat aka buqoq kasalligi haqida qo'ygan videomiz juda ham ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Juda ham ko'pchilik bunaqa ma'lumot eshitmagan va bunaqa ma'lumot olganligidan xursand bo'lib yaxshi fikrlar ham yozishgan. Ko'pchilik rahmatlar aytishgan. Shu bilan birga haqiqatdan ham bu metodika orqali shifo topsa bo'ladimi yo'qmi degan savollar juda ham ko'p. Shu sababli biza o'zimizda bemorlarimizda ko'rgan rezultatlarimiz, natijalarimiz haqida obunachilarimizga bir aytib bersak. Da, hozir biz jarrohlik yo'lisiz o'sha tugul buqoqlarni juda ham chiroyli hozir yordam ko'rsatib o'sha определенный rezultatlar olyapmiz. Va shu o'rinda nima to'g'risida aytmoqchi edim. Bizda shu insonlarda ozgina shoshma-shosharlik bor. Men hamma vaqt aytganman-da, qarang. Mana birinchi kursda o'tasiz. Ikkinchi kursda o'tasiz. Ikkinchi kursda o'tganingizdan keyin 3 hafta o'tgandan keyin o'zi gormonlarga topshirasizda и tam rezultatingizni ko'raverasiz. No, biza shoshib turib, birdaniga lecheniya tugagandan keyin men sizga свежий nimani aytaman. 2 hafta o'tgandan keyin уже yugurib borib tireotropniy gormonga topshirib kelyapti. Qarang, menga kelganida 24 ko'rsatib turgan ko'rsatkich 2 haftadan keyin 44 ga chiqqan. Endi menga telefon qilib, "Voy, Furqatga ko'tarilib ketibdi-ku, nima qilay boshqa bu?" Opa, men sizga nima degan edim? Chunki o'sha hujayralar o'rab bo'shliqda yig'ilib qoladi-da bu narsa. Bizda qilganimizdagi o'sha kanalizatsiya tozalanadi, bular hammasi qonga chiqadi, конечно, ko'tariladi. Xo'p, nimayda vahima qilmang, panikaga tushmang. Mana shunaqa bir обострение beradi, bir ko'tariladi, keyin tushadi desam, endi qachon yana analiz 2 oydan keyin olasiz, qildirasiz desam, yana 2 hafta o'tgandan keyin yana borib topshirib kelgan, qarang. Endi 2 hafta o'tgandan keyin borib topshirib kelsa, endi 12 kurs deyapti. Voy, Furqatga 12 ekan. Lekin bu ham baland-da, bu tushunaman, 6 gacha norma, 12. No, inson, iltimos, sabr qiling. 1 oy ichida endi 3 marta analiz olish. Shunday. Aytyapmiz-ku. 2 kursdan keyin. Bu 2 kurs degandan keyin hech bo'lmasa 2,5-3 oy o'tish kerak. Undan keyin borib analizlarni topshirdi. Bu bir. Keyingi свежий nimalardan, masalan, buqoqqa haqiqatan giperplaziya shunchalik vizualni ko'rib turibdi-ku, nimayda kattaligida shunchalik bir o'sha shitavitniy железа kattalashgan. Birinchi kursdan keyin hali hech qanaqa analiz topshirgani yo'q, boshqa qilgani yo'q. Kelyapti, Furqatga уже 3dan 1 qismigina qoldi. Qani normaga qaytgan. Hali nimayda 1 oy bitta kursdan keyingi holatni gapiryapman. Men u kishiga endi borib yo'q. Aytaman-da, реально ko'rinib turibdi, что kichirik yo'q. 2 oy o'tadi, 2 oydan keyin ikkinchi kursda olgandan keyin 2 hafta o'tadi, undan keyin borasizda, undan keyin o'zingiz qildirasiz. Mana bunda realni nimalar? Yoki bo'lsa yana bitta свежий nima? Haqiqatan buqoqda o'sha tugunli buqoq, giperplaziya kattargan nima? Yana shoshma-shosharli 1 oydan keyin o'tib nima qilishyapti. Birinchi kelganida o'sha buqoqdagi nima 19 mm ko'rsatib turibdi, hozirgi nimada уже 17 mm. No, bu men uchun hali norma emas-da. No, u inson uchun ham mana tamda rezultat bor уже. No, shoshish keragi yo'q. Chunki fiziologiya degan o'zini hamma narsani vaqt soati bor. Biz bekorga aytmaymiz, ikkinchi kursdan keyin o'sha 2-3 hafta o'tish kerak, undan keyin realniy rezultat. No, shu bilan bir qatorda yaxshi rezultatlar shundan iboratki, insonlarda mana ayniqsa diffuzniy toksik hisob deganda 9 orbitasidan chiqib ketgudek. Ana u nimalar уже yo'qolgan. Qo'rquv, vahima bilan keladi, panika yo'q. Uxlashlar uyqu normaga kelgan. Yurak urishi sekinlashgan, chunki juda ham taka-puka bo'lib urib ketardi. Nimayda terlashlar kamaygan.
nimaydi nevrozni iskamagan, udagi даже o'sha farzandlariyu tam nima turmush o'rtog'iyu buni sezib turib, уже tam birinchi rezultatlarni уже hali nima qilingani yo'q, уже 2 hafta o'tmasdan уже mana bunaqa tam ijobiy rezultatlar bo'ldi. No, mani sizlarga iltimosim shunda iboratki, sizlar shoshmanglar. Yana bir marta, agarda haqiqatan laboratorni diagnosticheskiy tam nima deydi, to'liq nimani rezultatni olish uchun kurs lечения o'tkazish kerak, 2 ta kurs, ikkinchi kursdan keyin 3 hafta o'tgandan keyin o'sha ham laboratorniy ham nima edi, UZI dannelarni qilib turib, undan keyin birinchi rezultatni mana shundan keyin ko'rsak juda ham chiroyli ish bo'lardi. Juda ham yaxshi. Furqat aka, yana obunachilarimizdan bir qancha savollar kelgan. Agar shu yerdagi savollarga ham javob bersangiz. Menda tugunli buqoq bor. Ba'zan yaxshi, ba'zan esa tomog'imga tiqiladi. Buni yurakka ham nojo'ya ta'siri bormi? Homilagachi nima deysiz, deyilibdi. Albatta, har bir faqatgina shitavitgan emas, o'sha demak qalqonsimon bez emas, boshqa tana a'zolarida ham agar o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, конечно, insonni butun tanasiga o'sha ham nerv sistemasiga ham, сердечно-сосудистый sistemaga ham, oshqozon, ichak, barcha sistemalarga, даже bilasiz, teriga ham nojo'ya ta'sirlari bor. Именно nima uchun bu именно возникать qilishini sababi shundaki, chunki juda ham katta dozada ishlab chiqariladigan bo'lsa, особенно diffuzno toksический nima zoblarda, tiroksin miqdori shunchalik ko'payib ketadiki, tiroksinni bilish kerak. Nima uchun? Bu tiroksin o'sha obmen proseslarida участвовать qiladi. Obmenni proseslarni tezlashtirib yuboradi. Ana nima uchun? Yurak 70 marta urmaydida, 90 marta, 100 martagacha urishadi. Shunaqa nima bor? 120 marta мерцательный yoki paroksizmalniy taxikardiya bor. Shuning uchun ko'p insonlar mana shu diffuzno toksический zob bilan bo'lgan nimalar, ularga kardiologlar anaprilin berishadi. Nima uchun? O'sha yurak urishini sekinlashtirish. To'g'ri, u yurak urishini sekinlashtiradi, lekin bu tiroksinning miqdorini kamaytirmaydi. Muammoni yechmaydi. Bu muammoni qarang, shuning uchun nima uchun biz nima deymiz? Yana bir marta shu O'zbekistondagi hozirgi rezultatlarimiz shundan iboratki, o'sha yaqinda kelgan, mana Toshkentda bo'lganini mana aytaman, o'sha buqog'im bo'g'ilib, kechqurun uxlamasdan uyg'onib ketardim. Ikkita protsedura, men ikkita muolaja deyapman. Men ikkinchi kurs deganim yo'q. Birinchi kursda ikkita muolajasidan Furqatga shunchalik erkinlikka, shunchalik spokойно nafas olyapman. Mana bu nima edi, qisilgani yoki bo'g'oqda nojo'ya nimasi уже yo'q. Yoki bo'lsa boshqasi da yuragim 90 tadan kam urmasdi, o'sha hali birinchi kurs tugagani yo'q, o'sha 5-chi nimasida aytyapti, yuragimni urishi 82 83 tagacha tushdi. Qarang, bu nima degani? Bu degani o'sha demak tozalanish ketyapti. Buqoq уже именно щитовидная железа normada faqatgina уже ishlab chiqaryapti nimani. Biz hamma vaqt aytamiz, birinchi, ikkinchi, uchinchi kunlab obostrin berish mumkin. Nima uchun? Yana bir marta. Chunki hujayralar bo'shliqda yig'ilib qolgan bular emas, hammasi qonga tushadi. Qonga tushgandan keyin yurak urishi yoki nojo'ya nimalar kuzatiladi. Endi давайте shuncha ochiq gaplashyapmiz. Nima demoqchiman? Mana shuncha, mana shu vaqt ichida, 2 oy ichida ishlab nima qilayotgan bo'lsak, agar 100 dan ortiq kasallik ko'rgan bo'lsak, bitta kishida faqatgina bitta kishi norozi bo'lib ketdi. O'sha ikkinchi nimadan keyin protseduradan keyin voy, yuragim tez urib ketdi, o'zimni nima qildim, menga nerv sistemamga yomon ta'sir. Axir men sizga birinchi kundan tushuntirganman. Chunki sizda diffuzno toksический zob ketadi. Sizda shunchalik nima edi, tiroksin ko'pki, mana shunaqa holatga keltiradi deb ishonmay turib, o'zimni nimamga murojaat qildim, endokrinologim, sen nima qilyapsan, sertifikati bormi, boshqasi. Inson o'sha endokrinologingiz menga chiqsin dedilar. Bir chiroyli gaplashardik. Nimaga mana bunaqa nima qilib yugurib ketib qolasiz nimadan oldin? Yaxshi, har bir kishiga biz o'sha tushuncha beramiz. Qarang, obostringa ketadi. Faqatgina bu holatda emas. O'sha o'qdog' bilan keladimi, boshqa narsa bilan keladimi, farqi yo'q. Nimada gastrit bilan keladimi?
yig'ilib yotgan nima обязательно pirogenniy reaksiya beradi. O'sha temperatura termoregulyatsiyaga ta'sir qiladi. Sentr nima edi, сосудодвигательный centrga ta'sir qiladida, mana shunaqa nojo'ya nimalar. No hammasizga emas, biz birdan aytamiz. Nima edi? Shu 20% kasallik, 100 tadan 20 kishida yoki 10 tadan 2 kishida shu narsa kuzatiladi deb aytamiz hamma. 8 kishida hech qanaqa bu neytralni nima edi, kompensator возможности shunchalik normalligi, bu neytralni nima kuzatiladi. No 2 kishida eshitish yo'q-da bu narsani. Хорошо, mana shunday qilib shoshma-shoshalik bilan ketib qolgan o'sha opa nima qildilar? Boradilar yana o'sha Eutirox, yana yod preparatlari. Endi men sizga shunaqa nima bilan chiqaman. Хорошо, qanday qilib yod preparati nima edi, giperplaziyani yoki nima edi, tugulli shitavitkani o'sha nimada xalos qilib oladi. Qanday qilib? Biz aytyapmiz-ku, immun tizimimizga ta'sir ko'rsatamiz. Kerakli ferment sistemasini ishga tushiramiz. O'sha kerakli ferment sistema ishlaydi-da, o'sha tugullarni parchalab turib, nima edi, surdirtirib yuboradi deb endi oddiy tilga. O'zi это не профессионально, конечно, bunday bo'lmaydi-ku. Endi oddiy tilga tushuntirishimizga to'g'ri kelyapti. Mana shunday qilib-da surilib ketadi. Surilib ketishdi, uni tushunchasini biz berib olamiz. Nima uchun, qanday surilib ketadi? Yana bir marta aytyapman. Chunki o'sha tugullar bizga murojaat qilganida, даже bir vrach, endokrinolog, bunday nima lecheniya qilinmaydi, bunaqa qilinmaydi, endokrinologiya instituti nima qiling, Eutirox preparati yo'q. Yana bir marta aytaman, keling, professionalni gaplashaylik unda. Keling. Qani yodiz qanday qilib o'sha yana bir marta tugunni, giperplaziyani yoki gipofunksiyasini yoki diffuz toksichniy zobtasini chiqarib beradi. Yod axir bu как кофермент nima edi, tireoglobulinga qo'shilgandan keyin ana undan keyin yo mono yo tiranin bo'ladi, yo diod tiranin, yo triod yoki tiroksinga aylanadi. Faqat yodni o'zi nima edi, agarda yetarli tireoglobulin ishlab chiqilmagan bo'lsa, nimaga borib birikadi? Nimaga mana bu to'g'risida gaplashmaymiz? Uni ishlab chiqarish uchun keling o'sha shitavitkani, o'sha qalqonsimon bezni ichidagi ribosoma ishini joyiga qo'yaylik. Keling o'sha tireoglobulin ishlab chiqarsin, undan keyin o'sha yodga qo'shilsin-da, tiroksinni hosil qilsin. Davaychi mana bunday professionalni gaplashaylik. O'qishingiz o'zingizga saylov, menga kerak emas, nima edi, 9 yil o'qiganman, nima edi, hurmat qilaman, молодец, o'qibsiz. Keling, bo'lmasa ochiq mana bunday professionalni ham gaplashib olaylik. Bizga qo'shadigan joyimiz yo'q. Keling. Shu o'rinda bir narsani aytishim kerak. Bizning niyatimiz faqat shu xalqimizga yordam berish, bemorlarimizni davolash, kim bilandir tortishish emas. Mana Yo'q. Litsenziyamiz bor, ishxonamiz, manzilimiz, hamma narsamiz aniq. O'zbekiston fuqarosimiz, o'zimizni xalqimizga xizmat ko'rsatyapmiz. Hech kimdan bir yashiradigan narsamiz ham yo'q. Shu sababli kimda mana shunaqangi muammolar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishsa, ular bilan gaplashib, konsultatsiya qilib, keyin faqat bitta usloyimiz bu, professionalni keling, tam nima edi, ko'chadagi nimada gaplashmaylik, professionalni gaplashaylik. O'sha yerda tam fiziologiya bo'lsin, o'sha yerda histologiya bo'lsin, o'sha yerda genetika bo'lsin, o'sha yerda immunologiya, hammasini birga qo'shib chiroyli qilib gaplashaylik. Ne to что tam bunday emas, nima edi, nima o'qiganman. O'qiganingizda tam 100 yil o'qigan bo'lishingiz mumkin. Uni nima qilmang, ruju qilmang. shunday. Keling, o'sha tam chuqur mexanizmi bo'yicha tam chiroyli suhbat quraylik. Tan olishimiz kerak, biz o'sha institutda o'qigan vaqtimiz, magistratura, undan keyin mana bemorlar bilan ishlab tajriba olganmiz, lekin biza o'sha 7 yil o'qiganimiz hammasini faqat takrorlaymiz, lekin ko'pincha takomillashtirmaymiz. Ya'ni bor ilmimizni, misol, har yili shuni qaytaraveramiz. Ya'ni uni ustida ishlab, yana ham chuqurroq o'rganib boraverganimizda boshqacha bo'lardi. Zuru, biz bilasizmi, yaxshi gap bo'ldi hozir. Biz ochiq, biz agar kimdadir yangi
yo'nalish bilan shu bo'qoq kasalligi bo'ladimi, vitiligo bilan farqi yo'q. Agar sizda bo'lsa, haqiqatan shuni professional darajada mana shunaqa nimayda hujayra miqyosidami, pust organ miqyosidami, tkanivoy уровньдami, genetik уровньda farqi yo'q. Siz agar shuni обосновать qilib, agar shu nima bilan biz ochamiz, keling bu texnologiyalarni nimaga qo'llamaylik? Keling, yana bir shu nima bo'lyapti, bu insonlarimizga yordam berish. Mana bu yerda mana qarangda, shunaqa rezultat bo'lib o'tiribdi, biz 2 oy ichida rezultat olyapmiz, operatsiya. Yana shu o'rinda yana shu narsa aytmoqchiman. Bo'lmasa keling, tugul bo'qoqda operatsiya qildiramiz yoki kuydiramiz. Hozir juda ko'p shunaqa nimada lazer bilan. Хорошо, keling, men shu doktorlarga bitta shu savol bilan murojaat qilaman. Aytingchi, хорошо, o'sha tuguli bo'qoqda keltirib chiqqan faktor, o'sha antigen siz operatsiya qilganingizdan keyin yoki siz kuydirib tashlaganingizdan keyin inson tanasidan yo'qoladimi, yo'q? Nima demoqchiman? Agar o'sha antigen, o'sha faktor, chaqirgan faktor qolsa, operatsiya qilasizmi, boshqa qilasizmi? Хорошо, totalni olib tashlaysiz, уже yo'q u. No, qaysi bir qismini qoldirganingizdan keyin o'sha qolgan qismida yana tugun paydo bo'lishiga olib keladimi, yo'q? Давайте mana nima to'g'risida gaplashishimiz kerak. Mana nimani neytralizatsiya, mana nimani tanadan chiqarib yuborishga harakatini qilishimiz kerak. Yana postessiyasi emas. Men shu o'rinda bir nimani aytaman, ko'p ko'raman-da, kuzataman, здорово жить degan mana Malisheva degan nima bor. O'sha yerda insonlar o'tiribdi, taklif qildi, bir qiziq nimada, внутриглазной давление yuqori. Mana biz deydi xirurgni olib keldik, unda lazer nimasi bor. Hozir qarang, kimda bor? 2 kishi qo'lni ko'tarib chiqing. Chiqdilar-da, lazer bilan nasechka qildilar, suv oqib ketdi-da, o'sha жидкость transudat, agar nima bo'lgan bo'lsa eksudat, внутриглазной давление. Hamma qarsak cho'lyapti. Ammo qarsak cho'madi. Bilasizmi nima uchun? Men aytdim, отлично, zo'r. Chunki hech kim e'tibor bermaydi. O'sha yerda so'ng nimada Malisheva aytibdilar. Endi opa, mana sizdagi ketdi, 3 oydan keyin yana kelasiz dedilar. Chunki 3 oyda ichida yana yig'iladi-da. 3 oydan keyin yana qiladilar. 3 oy o'tadi, yana qiladi. Lekin o'sha yerda aytmadilar. Mana biz qildik, mana shu nimani chiqarib yubordik. Endi o'sha nimada agenti bilan ishlayapmiz. Что endi лишний жидкость paydo bo'lmaydi, и внутриглазной давление oshmaydi demadilar. Lekin hammamiz qarshi cho'lyapti. Bu tarafini kim ochib beradi? Yana o'sha operatsiya, yana boshqa nimalar hammasi simptomatik bo'lib qolmayaptimi? Nimaga основной главный причинasini izlab topib o'shani neytralizatsiya bilan ishlamaymizda, kuydiramiz, operatsiya qilamiz. Yana bir marta aytaman. Uni shu tugul bo'qoqda chaqirgan faktor bilan kim ishlaydi? Operatsiya qilganingizdan keyin yana 6 oydan keyin yana chiqib o'tirsa-chi? Shunday. Ну, nima dedi? Yo'q, siz o'zingizga havola. O'ylab ko'ring. Shunaqa savol kelgan. Davolash uslublarini ayting, hujayra darajasida qanaqa bo'ladi, u qanaqa metodika deyilibdi. Aziz do'stlar, bu haqda oldingi videolarimizda batafsil ma'lumot berganmiz. Oldingi videolarni ko'radigan bo'lsangiz, bemalol bu savolingizga javob olishingiz mumkin. Keyingi savol, o'zi bu metodika bilan tuzalib ketganlar bormi yoki tuzalmaslik ehtimoli necha foiz, tuzalmasligi ham mumkinmi deyilibdi. Конечно, tuzalmasligi ham mumkin. Agar qachonki agarda insonda aytaylik ligida, nima deydi, kostniy mozda yetarli darajada stelloid kletkalar ishlab chiqarmasa, agarda xuddi boyagi aytganimizdek glandalar olib tashalgan bo'lsa, glanda yoki bo'lmasa adenoidlar bo'lmasa, yoki bo'lmasa ichidagi perioblashkalar to'liq ish faoliyatini yuritmasa, yoki bo'lmasa insonda gemoglobin kam bo'lib ketib, buni orqasida yetarlicha kislorod organizmga yetkazib bera olmay, biokimik jarayonlar susayib ketgan bo'lsa, keyingi eng yana bitta katta muammo bu insonni ishonchsizligi, hech nimaga ishonmasligi. Yo'q, bo'ldi, ishonmayman, bundan nimayda foyda topmagan, men hamma narsa qilib ko'rganman degan
fikr bilan yurgan bo'lsa, bu insonni qanday qilib fikrini o'sha jarayonga o'zgartiradi. No, sizga shu narsani baribir ham aytaman. Даже ishonmagan insonlarda ham shu metodikani olib turib 60-70% meni tuzatib bersa bo'ladi. Yana shunaqa savol kelgan. Bo'qoqda kista bor. 5-7 millimetrga 2-3 millimetr 95% operatsiya deyishyapti. Nima maslahat berasiz deyishdi. Отлично. Agarda shu kista shunchalik darajada aytaylik sonniy arteriyangizda yoki shunda o'tadigan nervus vagusni agarda siqib qo'ygan bo'lsa yoki bo'lmasa hayotingizga угрожающий ta'sir ko'rsatayotgan bo'lsa, пожалуйста. Lekin agar hayotingizga buni nojo'ya ta'siri o'sha hayotingizga xavf tug'dirmaydigan bo'lsa, пожалуйста, keling, bizni terapiyamizni oling. Shu bilan bir qatorda o'sha aktiv ferment sistemangizni yo'lga qo'yingda, mana shu kistalardan, tugunlardan qutuling. O'zi aslida shunday qoida ham bor-da, mana tibbiyotda agar dori bilan yaxshi bo'ladigan holatda, masalan, dorilar ishlatilib davolash kerak. Agar dorisiz yaxshi bo'lish imkoniyati bo'lsa, damlamalar bilan, operatsiyasiz yaxshi bo'lish imkoniyati bo'lsa, operatsiyasiz. Endi oxirgi o'rinlarda operatsiyani qo'yishimiz kerak-da. Ko'pchilik bemorlarimiz mana shuni tushunib yetishini xohlas edim. Bizda yo'q. Faqat operatsiya buni yechimi, buni boshqa yechimi yo'q degan ba'zan tor fikrlab qo'yamiz. Ba'zan buni haqiqatdan bilmasak, o'sha yechimi borligini bizga qiyin. Lekin yechimi bor deb turibmizmi? Birinchi bo'lib o'sha yechimi bor yo'lini ko'rishimiz kerak. Ya'ni xavfsizroq, operatsiyadan oldingi barcha yo'llar ko'rilib, foyda topmagandan keyin operatsiya qilinadigan bo'lsa, menimcha yaxshi, hamma narsani taroziga qo'yib ko'rish kerak-da. Endi qarang, bir narsani qilishdan oldin, отлично. Keling, nima xirurg bilan gaplashing. Ayting. Operatsiya qilamiz, mana nimani olib tashlaymiz. Aytaylik. Bunda o'sha qalqonsimon bezni hammasi ketadimi? Endi hammasini olib tashlasa, totalniy operatsiya qilib turib olib tashalgandan keyin, endi bu yog'ini o'ylab ko'ring. 26 tadan ortiq ferment timalin yo boshqa nimalar bilishimcha undan ham ko'p bo'lishi kerak. Ishlab chiqaradi. Endi qarangchi, buni заместительный nechta sizga keyin ferment beriladi, чтобы o'sha buqoqni shitavitkani ishini olib borish uchun. Necha xil? Men sizga hozirda o'zida agar 26 tadan, demak 26 taga yaqin o'sha monoyotiranin, triyotiranin, tiraksin, kalsitanin, paratgormon bularni hammasini olib turish kerak. Sizga nechta shunaqa gormon beriladi? Aytaman. Bitta yo ikkitasi beriladi. Qolgan 20 tasini kim beradi? Bu bir. Ikkinchidan, yana o'sha gapga qaytib olaman. Хорошо, operatsiya qildilar, mayli частичный nimasini olib tashladilar. O'sha antigen, shu kasallikni keltirib chiqargan faktorni yo'q qilib bera oladimi, yo'qmi bu operatsiya? Buni nima qilaylik? Men yana bir marta aytayman. Operatsiyaga yo'q deyotganim yo'q. Agar haqiqatan hayotingizga xavf soladigan bo'lsa, qildiring. Chunki boshqa yo'l yo'q. Chunki hayotingizga xavf soldiryapti. No, xavf soldirayotmaydigan bo'lsa, nimaga mana bu yo'nalishda bir nimayda bir davolab ko'rish mumkin emas. Mana aziz do'stlar, ko'rib turibsizki, sizni qiynayotgan qalqonsimon bez bo'yicha muammolaringizni ko'pchiligiga xudo xohlasa bizni mana shu Injik Medical klinikamizda yechim bor. Shu sababli sizni uzoq vaqtdan beri mana shunday muammolar qiynab kelayotgan bo'lsa, bemalol klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Aziz do'stlar, yana bir bor manzilimizni eslatamiz. Demak, manzilimiz Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, 1-Gorbansa ro'parasida, Fidap kafesini orqasida Uyg'ur Xo'jayev ko'chasi 2-uyda joylashgan. Klinikamiz haqida yoki davolash metodikamiz haqida batafsil ma'lumot olishni istasangiz, hoziroq quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Agar sizda qanaqadir sizni qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol izohlarda yozishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha.